Bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bepul yo'l kira bekor qilinadimi? Kimlar endi pul to'laydi? Kimlar esa imtiyozni saqlab qoladi? Va tayyorlanayotgan reforma oddiy odamning cho'ntagiga qanday ta'sir qiladi? Bu mavzu faqat pensionerlar yoki talabalar masalasi emas. Bu har kuni avtobus, metro yo'nalishli taksi, shaharlararo transportdan foydalanadigan hammaning masalasi. Chunki transportdagi har qanday o'zgarish oxir-oqibat oilaviy budjetga, ishga borish xarajatiga, bolalarning o'qishiga, davolanishga, qatnashga ta'sir qiladi. Shuning uchun hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, lekin ekspert sifatida aniq qilib tushuntirib beraman. Avvalo bepul yo'l kira bekor qilinadi degan gapni eshitgan odam odatda bitta narsani o'ylaydi. Demak endi hamma pul to'laydi. Lekin amalda masala bundan murakkabroq. Reformaning asosiy mazmuni ko'pincha imtiyozni butunlay yo'q qilish emas, balki uni tartibga solish, kim haqiqatan ham yordamga muhtojligini aniqlash. Transport korxonalariga tushadigan moliyaviy yukni hisoblash va pul oqimini shaffof qilishdan iborat bo'ladi. Ilgari ko'p joylarda bepul yurish huquqi qog'oz guvohnoma, xizmat ma'lumotnomasi yoki maxsus toifa asosida berilgan. Masalan, ayrim pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar, ba'zi davlat xizmatidagi toifalar transportdan bepul yoki chegirma bilan foydalangan. Muammo shundaki, bu tizimda aniq hisob-kitob doim ham bo'lmagan. Transport korxonasi avtobusga nechta bepul yo'lovchi chiqqanini bilmasligi mumkin. Hokimlik esa kompensatsiyani umumiy taxmin asosida ajratgan bo'lishi mumkin. Natijada bir tomondan imtiyoz oluvchi odam mening huquqim bor deydi. Ikkinchi tomondan tashuvchi men yo'qligi haydovchi maoshi ehtiyot qism ta'mirlash xarajatini qayerdan qoplayman deydi. Hozirgi o'zgarishlarning sababi ham mana shu yerda. Transport tizimi raqamlashtirilmoqda, elektron kartalar, QR to'lovlar, bank kartalari, mobil ilovalar orqali to'lov kengaymoqda. Davlat esa bepul yurish degan imtiyoz aslida qancha pul turishini ko'rmoqchi. Chunki bepul degani umuman xarajatsiz degani emas. Yo'lovchi pul to'lamasa ham avtobus baribir yo'qlik sarflaydi. Haydovchi ish haqi oladi. Transport eskiradi. Demak, kimdir bu xarajatni qoplashi kerak, yoki davlat budjeti, yoki mahalliy budjet, yoki transport korxonasi, yoki oxir-oqibat boshqa yo'lovchilar to'laydigan tarif. Men bu masalada eng avvalo bir narsani ajratib olishni maslahat beraman. Sizning imtiyozingiz qaysi hujjatga asoslangan? Agar imtiyoz qonun, prezident farmoni, hukumat qarori yoki rasmiy nizom bilan belgilangan bo'lsa, uni bir kunda oddiy e'lon bilan bekor qilib bo'lmaydi. Bunday imtiyoz bekor qilinishi yoki o'zgartirilishi uchun rasmiy hujjat chiqishi, tartib tasdiqlanishi, ijro mexanizmi belgilanishi kerak. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda ertadan bepul yo'l kira tugadi degan xabarni ko'rsangiz, darhol vahimaga tushmang. Avval rasmiy manbani tekshiring. Lekin xavotir qilishi kerak bo'lgan toifalar ham bor. Masalan, imtiyozdan aniq huquqiy asos bilan emas, mahalliy kelishuv, eski tartib, og'zaki ruxsat yoki amaliy odat asosida foydalanayotganlar. Ba'zi odamlar yillar davomida eski guvohnoma bilan yurgan, hujjatini yangilamagan. Elektron bazada ro'yxatdan o'tmagan. Reforma kuchaysa, aynan shunday holatlarda muammo chiqadi. Haydovchi yoki nazoratchi sizdan elektron kartangiz qani bazada chiqmayapsiz deb so'rashi mumkin. Sizda qog'oz hujjat bo'lsa ham, tizimda ko'rinmasa, amalda bepul yurish qiyinlashadi. Oddiy misol olaylik. Toshkentda yashaydigan 6 yoshli pensioner opa har kuni poliklinikaga yoki bozorga avtobusda qatnaydi. Agar u oyiga 20 kun transportdan foydalansa, kuniga 2 marta yursa, bir oyda qardim qatnov bo'ladi. Agar bitta qatnov 2000 so'm deb bo'lsak, oyiga taxta 1000 so'm chiqadi. Bu pensioner uchun sezilarli pul. Agar imtiyoz butunlay bekor qilinsa, uning dori-darmon yoki oziq-ovqat xarajatidan kesishga to'g'ri keladi. Shuning uchun davlat bunday toifalarni birdan himoyasiz qoldirishi ijtimoiy jihatdan og'ir oqibat keltiradi. Lekin agar reforma bepul yurishni bekor qilamiz emas, imtiyozni elektron karta orqali aniq hisoblaymiz desa, unda opa hujjatini to'g'rilab, kartasini rasmiylashtirsa, huquqini davom ettirishi mumkin. Yana bir misol. Talaba yigit har kuni chekka tumandan universitetga qatnaydi. Bir kunda borish kelish uchun 2 yoki 3 marta transport almashtiradi. Agar bitta yo'l 2000 so'm bo'lsa, kuniga 6000 so'm. Oyga 25 o'qish kuni hisobida 1,5 so'm bo'ladi. Agar talabaga chegirma bo'lsa, bu uning oilasi uchun katta yengillik. Lekin talabalik imtiyozi mavjud bo'lsa ham,
u avtomatik ishlamasligi mumkin. Talabaning ma'lumoti oliygoh bazasida yangilangan bo'lishi, transport kartasiga bog'langan bo'lishi, muddati o'tmagan bo'lishi kerak. Reforma shuni talab qilishi mumkin. Haqiqiy talaba bo'lsang tizimda ko'rin, shunda chegirma olasan. Yana bir holat, nogironligi bo'lgan shaxs ishga qatnaydi. U har kuni transportga muhtoj, ba'zan bir nechta joyga boradi. Ish, davolanish, reabilitatsiya davlat xizmatlari markazi. Bu odam uchun bepul yoki imtiyozli yo'l kira ijtimoiy yordam emas, hayotiy zarurat. Agar tizim noto'g'ri ishlasa, masalan, nogironlik muddati uzaytirilgan, lekin elektron bazada yangilanmagan bo'lsa, u bekatda yoki avtobus ichida noqulay vaziyatga tushib qoladi. Shuning uchun bunday toifadagi fuqarolar oldindan hujjatlarni tekshirish kerak. Kimlar ko'proq xotirjam bo'lishi mumkin? Rasmiy hujjati bor. Ma'lumotlari elektron bazalarda to'g'ri ko'rinadigan transport kartasi yoki tegishli identifikatsiya vositasi rasmiylashtirilgan fuqarolar. Agar siz imtiyozni qonuniy asosda olayotgan bo'lsangiz va hujjatlaringiz joyida bo'lsa, reforma sizga ko'proq nazorat va tartib sifatida ta'sir qiladi. To'g'ridan to'g'ri bekor qilish sifatida emas. Lekin baribir beparvo bo'lish kerak emas. Chunki yangi tizimga o'tish davrida texnik xatolar, bazalar mos kelmasligi, xodimlarning noto'g'ri tushuntirishi uchrashi mumkin. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Bepul yo'l kira hamma transport turiga bir xil tatbiq etilmasligi mumkin. Masalan, shahar avtobusi va metroda imtiyoz ishlashi mumkin, lekin yo'nalishli taksi, xususiy tashuvchi yoki shaharlararo avtobusda ishlamasligi mumkin. Ko'pchilik menda imtiyoz bor deb o'ylaydi. Lekin qaysi transport turida amal qilishini tekshirmaydi. Natijada haydovchi bilan tortishuv chiqadi. Men har doim aytaman, imtiyoz borligi bitta masala, uning qayerda, qaysi vaqtda, qaysi hujjat bilan ishlashi boshqa masala. Ikkinchi nozik jihat vaqt cheklovi bo'lishi mumkin. Ayrim mamlakatlarda va ayrim shaharlardagi tajribalarda pensionerlar yoki ayrim toifalar faqat 9 soatdan tashqari bepul yuradi. Masalan, ertalab 7:00 dan 10:00 gacha va kechqurun 17:00 dan 19:00 gacha transport juda band bo'lgani uchun imtiyoz cheklanishi mumkin. Bizda ham reforma muhokamalarida bunday mexanizmlar paydo bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bu nimani anglatadi? Agar odam shifokorga ertalab borish kerak bo'lsa, u baribir pul to'lashga majbur bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday yangi tartibda vaqt, yo'nalish va transport turi aniq yozilgan bo'lishi kerak. Uchinchi jihat. Bepul yurish o'rniga pul kompensatsiyasi berilishi mumkin. Bu modelda davlat sen avtobusda bepul yur demaydi, balki o'yga ma'lum miqdorda mablag' beradi. Masalan, 80.000 so'm yoki 100.000 so'm transport kompensatsiyasi. Bu yondashuvning yaxshi tomoni bor. Odam qaysi transportdan foydalanishni o'zi tanlaydi. Lekin xavfi ham bor, kompensatsiya real xarajatdan kam bo'lishi mumkin. Agar odam o'yga 1.000 so'mlik qatnov qilsa, 1.000 so'm kompensatsiya yetmaydi. Narxlar oshsa, kompensatsiya ham avtomatik oshmasa, imtiyozning haqiqiy qiymati kamayadi. To'rtinchi jihat oila daromadi mezoni kiritilishi mumkin. Ya'ni imtiyoz faqat toifaga qarab emas, ehtiyojga qarab beriladi. Masalan, pensioner bo'lishning o'zi yetmasligi, balki daromad pastligi ham hisobga olinishi mumkin. Bu ijtimoiy adolat nuqtai nazaridan tushunarli. Yordam eng muhtojlarga borishi kerak. Lekin amaliyotda muammo chiqadi. Daromadni qanday hisoblashadi? Farzandining nomida mashina bo'lsa, ona imtiyozdan mahrum bo'ladimi? U uyda ro'yxatda turgan, lekin alohida yashaydigan o'g'ilning maoshi hisobga olinadimi? Mana shu savollar aniq javobsiz qolsa, odamlar noroziligi oshadi. 5-jihat eski hujjatlar tan olinmasligi mumkin. Masalan, sizda 10 yil oldin berilgan guvohnoma bor, lekin u elektron bazada yo'q. Yoki ismingiz pasportda o'zgargan, ID kartaga o'tgansiz, lekin eski guvohnomada boshqa ma'lumot turibdi. Bunday holatda siz haq bo'lishingiz mumkin, lekin avtobusda buni isbotlash qiyin. Shuning uchun reformaning eng katta tuzog'i huquqning yo'qligi emas, huquqni real vaqtda tasdiqlay olmaslik bo'ladi. 6-jihat imtiyozli kartani boshqa odam ishlatish masalasi. Agar elektron karta berilsa, ba'zi odamlar uni qarindoshiga berib yuborishi mumkin. Tizim buni aniqlash uchun foto, ID bog'lash, nazorat, jarima kabi choralarni kiritishi mumkin. Bu yerda oddiy qoida bor, imtiyoz shaxsiy bo'ladi. Agar karta sizniki bo'lsa, undan faqat siz foydalanishingiz kerak. Aks holda nafaqat karta bloklanishi, balki jarima yoki imtiyozdan vaqtincha mahrum qilish kabi oqibatlar bo'lishi mumkin. 7-jihat tarif oshishi bilan bog'liq.
Ba'zan reforma faqat bepul yurishni emas, umumiy tarif siyosatini ham o'zgartiradi. Masalan, avtobus narxi oshadi, lekin ayrim toifalarga chegirma saqlanadi. Bunda imtiyozsiz odamlar ko'proq to'laydi. Oilada 3 kishi har kuni qatnasa, bitta qatnov 2000 so'mdan 3000 so'mga oshsa, farq katta bo'ladi. Kuniga har bir odam 2 marta yursa, 3 kishi uchun kunlik farq 6000 so'm. Oyga 25 ish kuni hisobida 1000 so'm qo'shimcha xarajat degani. Shuning uchun bu reforma faqat imtiyoz oluvchilarga emas, imtiyozsiz oddiy ishchilarga ham ta'sir qiladi. Endi eng muhim qism siz nima qilishingiz kerak. Men birinchi navbatda hujjatlaringizni tekshirishingizni maslahat beraman. Agar siz pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, talaba, ijtimoiy himoyaga muhtoj oila a'zosi yoki boshqa imtiyozli toifaga kirsangiz, huquqingiz qaysi hujjat bilan tasdiqlanishini aniqlang. Pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, talabalik ma'lumotnomasi, ID karta, yashash joyi bo'yicha ro'yxat, ijtimoiy reyestrdagi holat kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, rasmiy manbani tekshiring. Men odamlarga doim aytaman, Telegramdagi anonim xabar. Qo'shnining gapi yoki haydovchining izohi rasmiy tartib bo'la olmaydi. Transport vazirligi, shahar hokimligi, ijtimoiy himoya organlari, davlat xizmatlari markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali kabi manbalardagi xabarlarni ko'ring. Agar yangi qaror chiqqan bo'lsa, uning raqami, sanasi, kuchga kirish vaqti, kimlarga tatbiq etilishi yozilgan bo'ladi. Uchinchi qadam, elektron kartangiz yoki to'lov vositangizni rasmiylashtiring. Agar sizda yashayotgan hududda transport kartasi joriy qilingan bo'lsa, imtiyozni aynan o'sha kartaga bog'lash talab qilinishi mumkin. Buning uchun odatda ID karta yoki pasport, imtiyozni tasdiqlovchi hujjat, telefon raqami, ayrim hollarda ariza kerak bo'ladi. Davlat xizmatlari markaziga, transport karta xizmat ko'rsatish punktiga yoki belgilangan onlayn xizmatga murojaat qiling. Arizada menga tegishli imtiyozli transport to'lov tartibini rasmiylashtirishni so'rayman deb yozish mumkin. 4-qadam. Ma'lumotlaringiz bazada to'g'ri chiqishini tekshiring. Masalan, talaba bo'lsangiz, universitet dekanati yoki o'quv bo'limidan sizning talabalik maqomingiz elektron tizimda faol ekanini so'rang. Nogironlik bo'yicha imtiyoz olsangiz, tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari yangilanganini tekshiring. Pensioner bo'lsangiz, pensiya holatingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ ma'lumotlarida xato yo'qligiga ishonch hosil qiling. Familiya, ism, tug'ilgan sana, JSHSHIR yoki ID raqamdagi bitta xato ham kartaning ishlamasligiga olib kelishi mumkin. 5-qadam, rad javobi bo'lsa, og'zaki tortishuv bilan cheklanib qolmang. Agar sizga imtiyoz yo'q deyishsa, yozma javob so'rang. Qaysi asosga ko'ra rad etilayotganini so'rang. Arizangizni 2 nusxada topshiring yoki elektron tarzda yuboring. Qabul qilinganini tasdiqlovchi raqamni saqlang. Shunda keyin shikoyat qilish oson bo'ladi. Agar huquqingiz bor deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga, hokimlikka, transport boshqarmasiga yoki ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilishingiz mumkin. 6-qadam, oylik transport xarajatingizni hisoblab chiqing. Ko'pchilik buni qilmaydi, lekin bu juda muhim. Bir kunda necha marta transportga chiqasiz, oyga necha qatnaysiz, bir qatnov qancha turadi, agar tarif oshsa yoki imtiyoz o'zgarsa qancha qo'shimcha xarajat paydo bo'ladi. Masalan, siz kuniga 2 marta qatnaysiz, oyga 26 kun ishlaysiz, yo'l kira 2000 so'm bo'lsa, oyga 1000 kun 4 million so'm. Agar narx 30 million so'm bo'lsa, 1026 million so'm. Farq 22 million so'm. Agar oilada 2 kishi shunday qatnasa, farq 1000 million so'm bo'ladi. Bu hisob sizga qaror qabul qilishda yordam beradi. Qaysi yo'nalish arzonroq? Oylik karta foydalimi? Ish beruvchidan transport kompensatsiyasi so'rash kerakmi? 7-qadam, ish beruvchi bilan gaplashing. Agar siz har kuni ishga transportda qatnasangiz va tarif oshishi ish xarajatini sezilarli ko'paytirsa, korxonada transport kompensatsiyasi xizmat avtobusi yoki moslashuvchan ish vaqti masalasini ko'tarish mumkin. Ayniqsa sanoat zonalari, chekka hududdagi korxonalar, maktab, shifoxona, savdo markazlarida ishlaydiganlar uchun bu real yechim bo'lishi mumkin. Ish beruvchi har doim ham darhol pul bermasligi mumkin. Lekin xodimlar muammosini raqamlar bilan ko'rsatsa, masala jiddiyroq ko'riladi. 8-qadam, hujjatlarni suratga olib, nusxasini saqlang. Telefoningizda ID karta, imtiyoz guvohnomasi, ariza javob xati, transport kartasi raqami, murojaat raqamlari bo'lsin. Albatta, shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga yubormang.
lekin kerakli paytda ko'rsatish uchun o'zingizda saqlang. Agar karta yo'q bo'lsa yoki bloklansa, raqami rasmiylashtirilgan sanasi kerak bo'ladi. 9-qadam. Yangiliklarni bir martalik emas, doimiy kuzating. Reformalar bosqichma-bosqich bo'ladi. Avval poytaxtda sinov qilinishi, keyin viloyatlarga o'tishi mumkin. Avval faqat avtobusda, keyin metroda. Keyin shaharlar qatnovlarda qo'llanishi mumkin. Bugun amal qilgan tartib 3 oy keyin yangilanishi ehtimoli bor. Shuning uchun bir marta eshitdim, bo'ldi demang. Ayniqsa imtiyoz sizning kundalik hayotingiz uchun muhim bo'lsa, rasmiy e'lonlarni kuzatib boring. Men ekspert sifatida bu masalaga qanday qarayman? Bepul yo'l kira tizimini tartibga solish kerak. Chunki shaffof hisob bo'lmasa, transport sifati ham yaxshilanmaydi. Tashuvchi qancha yo'lovchi tashiyotganini, qancha imtiyozli qatnov borligini, davlat qancha kompensatsiya berish kerakligini bilishi zarur. Lekin bu jarayonda odamlarning ijtimoiy himoyasi yo'qolmasligi shart. Ayniqsa pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, o'quvchi va talabalar uchun transport xarajati oddiy raqam emas, ularning harakatlanish huquqi, o'qish va davolanish imkoniyati bilan bog'liq. Shuning uchun eng to'g'ri model menimcha shunday bo'lishi kerak. Imtiyozlar aniq ro'yxat bilan belgilanadi. Elektron tizim orqali ishlaydi. Kompensatsiya tashuvchiga yoki fuqaroga shaffof beriladi. Lekin muhtoj toifalar himoyasiz qoldirilmaydi. Agar imtiyoz bekor qilinsa, o'rniga real xarajatni qoplaydigan yordam bo'lishi kerak. Agar chegirma saqlansa, u amalda ishlashi kerak. Agar karta talab qilinsa, uni olish jarayoni oddiy, tushunarli va hammaga yetib boradigan bo'lishi kerak. Qishloqda yashaydigan keksa odam ham, internetdan foydalana olmaydigan fuqaro ham o'z huquqidan mahrum bo'lib qolmasligi zarur. Demak, bepul yo'l kira bo'yicha reformaning asosiy savoli faqat bekor qilinadimi yoki yo'qmi emas. Asosiy savol imtiyoz kimga qoladi, qanday hujjat bilan tasdiqlanadi, qaysi transportda amal qiladi, elektron tizimga qanday ulanadi va xarajat kim tomonidan qoplanadi. Siz hozirdanoq hujjatlaringizni tekshiring, rasmiy manbalarni kuzating, transport xarajatingizni hisoblang va imtiyozingiz bo'lsa. Uni elektron tartibda rasmiylashtirishga tayyor turing. Sizningcha bepul yo'l kira saqlanish kerakmi yoki uning o'rniga pul kompensatsiyasi berilgani yaxshimi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday o'zgarishlar har bir oilaning byudjetiga bevosita ta'sir qiladi.